Paytali qiyinchilik bo'lardi. Qulab qolsangiz o'tib sovib qolardi. Kachol haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun hozir mana Elmurod akamizning xonadoniga kelamiz. Assalomu alaykum. Elmurod aka. Charchamasdan aka. Rahmat. Aka, hozir qayerdamiz? Hozir Tashloq tumani Qo'rg'oncha mahallasi Nazaqayroqdamiz. Nazaqayroqdamiz, Qo'rg'onchadamiz aka. Xudo xohlasa aka, kachol qachon xarid qiluvdingiz bizdan? Katta yo'ldosh sentyabr oylarida xarid qildik. Sentyabr oyida. Mana hozir ishlatyapmiz, уже qishdan chiqyapmiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Bitta ko'rsatsa bo'ladimi aka? Bo'ldi. Xudo xohlasa. Imoratni ham chiroyli qilib sovsiz aka. Xudo xohlasa hammamizga nasib qilsin aka. Uylar xudo xohlasa aka. Isitishlari qanaqa aka, xonadon? Istishlari yaxshi. Zo'r qishdan yaxshi chiqdi. Mana hozir bahorga chiqib qolyapmiz. Biz aytgan issiqni beryaptimi kachol aka? Hozir bu kunisiga sari rasxodlari ham tushib boryapti. Rasxodlari tushib boryapti. Hozir bag'dami kachol? Bag'da, yuraveramiz. Bundan oldin ham kachol isitganmizmi aka uyda? Nimada isitganmiz? Bundan oldingisi hali rushnoy katta yo'lida. Rushnoy. Rushnoy. O'sha har 2 soat, 3 soatda qaralardi, kech payti hali qiyinchilik bo'lardi. Qulab qolsangiz o'tib sovib qolardi. O'shanga o'rtoqlarimiz sizdan olib foydalangan ekan, tavsiya berishuvdi, olib keluvdi. O'rtoqlardan biz uni ishlatishgan aka. Bitta olovini ko'rsataylik aka, keling. Yonishini. Hozir necha gradus ko'tarilyapti? 40 dan o'tyapti gradus, xudo xohlasa. Xudo xohlasa kacholimiz ishlayotgan holatda, xudo xohlasa. Qachon zapravka bo'lgan aka bu? Kecha 4 da zapravka bo'lgan. O'sha o'chadigan mahali keldi-da. O'chadigan mahali kelyapti aka. Bo'ldi. Hech qanaqa tutun chiqib, aynaqa muammo bo'lmayapti, ishlayotganda aka. Muammo bo'lgan yo'q. Hali bir isitmay qolib, oxiriga turib yetkazib boryapti. Oxiriga yetkazib boryapti. Kechasi turib ko'mir solyapmizmi aka bunga? Biz bir kunda bir mahal qarayapmiz. O'sha kunda 4 ga o'zimiz nima qilib olgan, rejim qilib olgan. Kunda 4 da qarab qo'yasiz. Bu o'shangacha yetaveradi buni. Qanaqa ko'mir yoqyapsiz aka? Belolma, hali ho'k aralashgani bor ekan, shunaqa. Belolmani ho'k aralashgan. Mamnunmiz Zahir aka. Bergan pulingizga rozimiz aka. Tavsiya qilasizmi aka? Tavsiya qilamiz. Xolisona fikringiz aka. O'rtoqlarimizga ham tavsiya qildik. O'sha Ramazon oyida aksiya bor dedik, o'shani eshitib qolib kutishyapti. Xudo zakaz qilishmoqchi aka. Bo'ldi. Ma'qul kelgan bo'lsa, asosiysi bo'ldi. Bemalol sizlar ham Teplaidealga aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Ishonchli, xudo xolasa garantiyasi bor. Zavod misol uchun bizga xolisona mana fikrlarni olib yuribmiz, uy egalarini. Sizlarga ma'qul kelsa, chiroq qilib beramiz. Agar sababini qilsangiz, ko'mirini olib, sistemalaringiz hammasi joyida bo'lsa-yu, lekin kachol yuzi isitmasa, pulingizni 100% qaytarib beraveramiz, kacholni qaytarib olaveramiz. Gapga javob. Bemalol Teplaidealga murojaat qiling. Ham o'sha sizlar aytgandaqa nimada beryapti? To'g'ri kelyapti. To'g'ri kelyapti. Hali 25 kilo, 30 kilogacha yo'qdi-da ko'pi. Hozir bir 20 kiloga tushdi, kun ilib qolgani hisobiga pastlayapti rasxod. Bo'ldi aka, tanlov uchun rahmat. Hozir kachol ham ko'payib ketdi aka, boshqa bo'ldi. Bemalol tanlovda adashmanglar. Tavsiya qilamiz. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin, rahmat.